Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Sken. Bugungi videoda ko'pchilik bilmaydigan top 3 cheatlarni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosing, kanalda go. Bizni birinchi cheatimiz oddiy give qilib yozib olamiz. Oddiy cheat va bu yerga Danny deb yozamiz. Ya'ni bu Danny blok, mana sizga mana shu Danny blok, ya'ni toshga o'xshash blokni beradi. Bu Minecraftda invertordan topa olmaysiz. Короче, buni mana hozir men survivalga o'taman. Osmana. Ko'rib turganingizdek, survivalda buni buzib bo'lmaydi. Mana blok ham qo'yib bo'lmaydi. Shunaqa shu g'alati blok u ham. Короче, mana bemalol biror narsa qurishingiz mumkin. Hech kim buza olmaydi qurgan narsangizni. Mayli, menimcha tushunarli bo'ldi. Sinab ko'ring. Keyingi cheatga go. Keyingi cheatimiz esa mana bu yerga kopirovat qilib olgandim. Mana yozamiz give p border block. Короче, mana bundaqa sizga border beradi. Bu to'siq, lekin bu Minecraftda yo'q. Buni faqat cheat bilan olish mumkin. Bilmaydiganlar uchun mana shunaqa noyob blok. Bunaqa foydali emas u. Buni Gemini aytishicha bu blok короче o't bo'lmasa ekan dedi. Qo'ysangiz o't olmaydi dedi, lekin o'tsa bo'lyapti-ku, bilmadim. Ular o'zlaringiz sinab ko'rasizlar, mana bemalol olib. Mana shunday qilib chiroyli qilib to'siqlar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Okey. Ular bu blok haqida men boshqa ma'lumotim yo'q. Mayli, keyingi cheatga o'taveramiz. Keyingi cheatimiz esa give kuchukcha a yozamiz va bu yerga struktura blok deb yozamiz. Bu blok qanaqa blok? Blok короче mana shu struktura blok, g'alati blok. Короче, mana hozir narsa quraman mana. Nimadir quraman mana. Havoda turibdi mana. Mana. Okey, hozir. Okey, mana. Qurdim mana, короче. Endi mana struktura blok qo'yaman. Qo'yganimda mana bunday g'alati rangli chiziqlar paydo bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek. Endi bu struktura blok bitta bossam, mana bu yerda ko'rsatib turibdi. Endi mana bu yerga raqam yozamiz, masalan 10. Va ko'rinlaringda kattalashdi yonindagi ko'rsatib turgan joy. 10 va mana tepaga kattalashdi. 10 eniga kattalashdi. Endi mana bu yerga -6 yozamiz. Mana xuddi shu qurgan narsamiz turibdi o'sha chiziqlar ichida. Endi buni biz saqlab olsak bo'ladi. Ya'ni biz bu narsani qurgan narsamiz boshqa joyga qo'yishimiz mumkin. Mana bu save in memory, bu xotiraga saqlab olish mumkin fayl qilib. Lekin endi o'xshamadi, sinab ko'rishlaringiz mumkin sizlar. Mana -5 qildim, oldi mana chiziq ichiga. Endi save chiqmayapti menimcha. Nomini yozmadim u. Xullas, mana struktura name degan joyga nomini yozamiz. Masalan blok. Farq bu. Mana bu save ni bossak, mana struktura save yozuv chiqdi. Qayergadir saqlanadi, короче. Fayl download tekshirib ko'rasizlar fayllarni. Bularni tushunmadim, mana shu save qismini tushundim. O'zlaring bemalol sinab ko'rishlari mumkin. Bu ham Minecraftdan topa olmaysizlar, faqat buni cheat bilan olish mumkin. Mana bemalol foydalanishlari mumkin. Xullas, mana tashqi tomondan ham bir boshqacha kam ko'rgansizlar. Men o'zim ham buni ko'pchilik bilsa kerak, men endi bildim, yaqinda bildim buni. Tushunmadim uncha. Okey, xullas qanaqadir yana tugmalar bor ekan. Xullas bolalar, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Har doimgidek xayr.